Assalomu alaykum va rahmatulloh. Butun O'zbekiston xalqini, butun musulmonlarni Qurbon hayiti bilan tabriklayman. Muborak bo'lsin. O'zbekiston xalqini bu O'zbekiston terma jamoamiz jahon chempionatiga chiqqanligi bilan ham tabriklayman. Muborak bo'lsin. Mana bayramlarni o'tkazib, yana ishga chiqdik. Oshxona mebeli bor. To'liq MDFdan, MDF korpuslari ham MDFdan, fasadlari ham MDFdan, ikki xil rang, pastki korpuslar kumush rangli MDFdan, teppa ikkinchi etajimiz antraksit rangli MDFdan, shagrin. Akril ishlatilmadi, arzonroq qilib bering deyishgandi. Shunga akril yo'q, lekin yaxshi sifatli MDFlardan boshladik. Turu 20 atrofida joyimiz bor. Furnituralari ham mana bor. Rakvinasi, sushilkasi, mana bitta furnituralari, tortmalari hammasi o'zimizdan bo'lyapti. Simisitlari ham bor. Mana bu o'sha mebelda turishi. Xolodilnik baqa ketyapti. Suv, keyin tortma, gaz, kemayapti. Shkaf bor. Tepa qismlar mana. Tepa qismlar bu safar 80 bo'ldi. 90 qilmadik, sababi oshxona kichikroq ekan. Bo'lmasam ishlarni boshladik. Mana bu 10 tomondan xolodilnikdan boshladik korpusini. Xo'p, sexda ishlarni yakunladim. Bu kichikroq penalchasi, 2 teshiklik. Mana bu pastki va tepa yashiklarni ham yog'ib bo'ldim. Suv shakarlar qo'yib qo'ydim. Pastki yashik bor yana bitta, tepa yashik kichikroq. Mana bu bitishganiki. Hamma narsasi tayyor. Xo'p. Fasadlari ham mana tayyor. Petlilarga teshib qo'ydim, bu penaldiki. Mana bu fasadlarni tayyor. Bu xolodilnikniki. Xolodilnikni o'raymiz atrofini. Hozir mashina aytib qo'yganmiz, kelyapti. Ularni yuklab hammasini olib borib ustunovka qilamiz. Ustunovkamiz o'rnatib berishimiz ertaga bo'ladi. Hop, sexdagi ish jarayonlarini olmadim. Videoga olmadim. Ertaga ustunovka jarayonlarini olaman. Davodchilik ishlarimiz ham, petlilarimiz ham davodchilik bo'ladi. Xo'p, mana ustunovkaga keldik. Mana shu mebelimizni ustunovka qilamiz. Santexniklar mana montajlarni boplab ketishibdi. Proyekt tashlaganmiz, qog'ozni tushuntirganmiz ham, baribir bo'lmasdi. O'zimiz endi montaj qilamiz. Labbi aka. Qayerdan tortar ekan? Xo'p, yana bir gap. Umuman rozetka ham yo'q, mana tepada vitishga bor, bu yerda gaz bor, gazga ham vitishga ham rozetka yo'q. Men aytamish, udilni qilib tortib olamiz ekan. Mayli endi. Bu yerda penalimiz bor. Bu yerda chotka qilib bersin deyilgandi. Nimabu? Tushunmayapman hozir bu. Mayli, endi o'zimiz qila olamizmi qo'yib? Boshladik o'zi.
Hop, korpuslarni qo'ydik. Tepa korpuslar illik. Mana fasadlar senga qo'yib kelinyapti. Suvga, gazga teshilma joylab qo'ydim. Past korpuslar qo'ysak, fasadlarni, binoni fasadini qo'yamiz. Shu bilan tamom bo'ladi ishlarimiz. Yulduzlar, sokinlar ishimizdan ozgina qolyapti. Xolodilni endi boshqa olishadi. Shuning uchun katta joy tashab ketildi. Xo'p, ishlarni mana tugatdik. Hamma yoq o'rnida. Xolodilnikda qo'yilsa bo'ldi. Rakvinalar o'rnadi. Suvlar oqyapti. Gazlarni ham uladik, gazlar yonyapti. Svet yo'q faqat hozir. Hamma yoq bo'ldi. Suv shirkalar bor mana tepada. İşlerimiz davom etadi.